marhamat, eng katta boyligimizni, farzandlarimizni biz muallimlarga topshiramiz. Sizlar tarbiya qilgan farzand 10 yildan keyin, 15 yildan keyin o'z natijasini beradi. Qanday sabr kerak, toqat kerak, ekkan daraxtlaringiz meva berishiga. Hozirda tumani inson politexnik hozirgi kunda dual ta'limni tashkil etish va uni ijrosini ta'minlash maqsadida Lens tekstil korxonasi bilan shartnomalar tuzildi va shartnomaga asosan bu yerda korxona tashkilot rahbariyati tomonidan o'quvchilarga sharoitlar yaratib berildi. Farzandlarimiz bizga kechagi ta'lim kerak emas, sifatli ta'lim kerak deydi. Men Abduvahhobova Zebunisa Qo'rg'ontepa tuman Kingston politexnikumining birinchi bosqich tikuvchilik yo'nalishi talabasiman. Biz Lens tekstil korxonasiga dual ta'lim asosida biriktirildik va biz bu yerda amaliy va nazariy bilimlarni birgalikda olib bormoqdamiz. Nazariy bilim olishimiz uchun bizga sinfxonalar va amaliyotni o'tashimiz uchun ish joyi yaratib berildi. Va bularning hammasi uchun viloyat hokimimizga va tuman hokimimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.